Toshkent sentri C1dagi Cosmos Game Club hamma biladi. 49 ta moshina kompyuterlari bilan salkam 1 yildan beri Sergelidagi filialga o'tgan va bu joyda hozirgi paytdagi savdosi 1,5-2 milliondan oyiga hisoblaganda 55-60 milliongacha bo'lib turgan ekan. Va bu kompyuterxonani arzon narxda sotib yuboramiz akalar. Bu joyda umumiy zalda 24 ta, 2 ta VIP kabinkada 10 ta qilingan va yana 5 ta qo'shimchasiga moshina kompyuterlar qo'shib beriladi. Hammasi yuqori parametrli, yuqori grafikadagi o'yinlarga moslashtirilgan. Kelib o'zingizlar ko'rib, bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. Bu joyda ishlash uchun hamma do'stlari qilib qo'yilgan. Yoz kuniga konditsioner, qish kuniga to'p-to'ponlarigacha qilingan видео sistemalari, kamera naблюдениялari, bardagi mebellari, xullas shundoq kelib, ishni boshlab, daromad qilsanglar bo'ldi. Shu kunning o'zida srazu daromadga chiqasizlar, o'zini klientskiy bazasi bor. Remontlari ham ideal holatda qilib qo'yilgan. Hech qanaqa ishi yo'q, serverning sistemalarigacha qilingan. Joy kvadratiga kelsak, 200 kvadrat, arenda narxi $1000. Biznes narxiga kelsak, $47,000. Yana kelishadigan joyi bor. Joy lokatsiyasiga kelsak, Sergeli hokimiyatining ro'parasida joylashgan. 24/7 ishlatsanglar bo'ladi, sababi ko'chani o'zi ham 24/7 ishlaydigan ko'cha. Bilasizlar akalar, Sergeli hozirgi paytda biznes qilish uchun qulay lokatsiya bo'lib qolgan. Shuning uchun bos so'radigan joyi. Videoga bitta like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin.